Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishchiklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemaklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'shun suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemaklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Bereketli qadamlarimda men organmiya ishlatilgan Ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsa. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organmiya chash sopilari. Geliniz xayrli olsun direktor. Bek salabatli ko'p ketibsiz. Men sizga nima degan? Ha? Bundaq zo'mzo qilingan hurmatlar xo'sham yo'q deganmidim degan. Ha, shundoq. Esimda bor. Hammasi esimda. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Zo'mzo emas, samimiylik bilan chiqdim. Bunda kulsam pek chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz? Bundan saxta kulsangiz, ömüchikning to'g'ridek bo'lib ketgan qo'riqlaringizni yo'shirolmay ekansiz. Ma yoshga kirib qolganda, qo'riqlarni ancha-muncha yig'ishtirib yugulik. Men diqqat qilay. Diqqat qilamsiz, qilmamsiz, bu chiroyingiz menga baribir. Tushundingizmi? Aplaq. Neyralarning to'liligini. Direktor, qahvarangiz. Chiqaningizni asli oldiga keltirib qo'ydim. Kech tunmagansiz? Yo'qay, odatdagidan shu sal boldiroq keldim. Buguncha qanday o'rlashtirishlar bor? Bugun ertagan soat 9da plan bo'limi, tashviqot bo'limi bilan yig'iningiz bor. Tushda shirkatimiz bilan hamkorlashib kelgan mehmonlar bilan tamoqda bo'lasiz. Tamoq vaqti yarim soatdan ishib ketmasin. Ularga tushuntirib qo'ying, ha? Bo'ldi. Tushdan keyin yangidan tijorat boshlagan do'konimizni ziyorat qilasiz. Haliqi kelar yarim yillik xomcho'p plani yig'ini qachon? Atsa 8da. 8da. Yig'indan burun lider bilan ko'rishishga o'rnashtiramiz. Ha? Lider bilanmi? Ha, tamomda. Lider bilan ko'rishish uchun eng oz bo'lganda 2 kun burun kelishish kerakdi. Bu men deydigan deb qo'ydim. Buni qila olamsiz, qila olmamsiz. O'zingizning xizmat iqtidorini ko'ring. bo'ldi. Rahmat. Chiqib o'ynaringiz chiqsin. Direktor, tushdi vaqti baka. Bo'lmaydi. Ishim bormi? Voy. Bu ko'rishni o'zingiz talab qildingiz. Liderning tushdi vaqti baka. Bu muhim ishim bor dedim-ku. Lider bilan ko'rishni ashni boshqa vaqtga o'rnashtiring. Rahmat sizga lider. Kechdim ishim bor. Ha? Direktor, lider siz 2 qatim yo'l qo'ydi. Nimanda qilsiz? Voy, mushu atdigan tush, kechdan boshqa vaqt bo'lsa bo'lmamki? Men ya tamoq vaqtida lider bilan xizmat to'g'riliq paranglashmasam.
Bu mening xizmatlik prinsipim. Voy, qizlar. Bu siz nima qilyapsiz bu yerda? Voy. Bunda qilma. Chiq. Jurum. Chiqing. Bunda qilma. Ishqisi yo'q. Kechiring, bexaslik qilib. Voy, men diqqat qilmay qolibdim. Voy. Yig'in boshlanadigan 10 minut vaqt qolibdi. Siz o'tiravering bo'ldi. Men chiqib qatnashib kiray, yaxshi. Direktor, bugun kechda lider bilan uchrashishga o'rlashtirib qo'ygandim. Sizga dedim-ku, menda vaqtim yo'q-da. Bo'lsa, lider bilan uchrashgan bo'lsangiz. Odam shunday dedimi? Yo'q. Bo'lsa direktor jayli qilmay, bugun kechda cho'qim ko'rishga bering. Men sizga qancha qitim deyman. Xalqning oilasini shu aralashmang deb. Bunda aralashaversiz. Bunda qilsangiz ta'siringiz yaxshi bo'lmaydi, qizlar. Tag'a? Keldingizmi? Olmaqim bu qiz kim bo'ldi? Bu mening tuxunimning qizi. Ma'qul xo'sh. Ma'qul xo'sh. Tag'a nashlik qildingizmi? Ha, siz-chi bular? Qildirmanmi? Ana qizim. Bu uyda sizda faqat tatinish bo'lib qolmasin. Bu o'zingizning uyiga o'xshash uy. Qanday bir ish bo'lsa, menga davring bo'lamdi. Ma'qul. Men shu o'zingizning dadasiga o'xshash edim. Agar menga deyamsangiz, parvar apangizga desangizmi bo'laverdi. Ma'qul. Ish qilib, siz tatinmangmi uyda. Aytib maktabga olib tizimni tikilmaysiz. Xotirjam bo'ling qizim, bo'lamdi? Rahmat tag'a. Ha, bizmaydi. Men yordamlashgidek ish bormi? Yo'q, sizga bu yer tig'dak ishmi yo'q. Bo'lmasa siz uyga kirib parvar apangizga qarashib turing. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh qizim. Haras tag'a, kimlikim chiqibdi. Va? Shundaymi? Endi xotirjam bo'lgan bo'ldik-da bo'lam, ha? Yaxshi bo'pti. Ben ish qilmadim hamsa. Ha, ish topganmi-da? Bir talab bozorda ish topdi. Bo'ldi emasmi bo'lam? Ishlab turmamsan? Ha? Men. Qizim. Buni elang. Yo'q tag'a, oson bo'lmaydi. Elang. Yo'q, oson bo'lmaydi. Qizim, men dadingiz o'xshash adam. Xotirmoqman. Buni elang. Bazog'i berib bir qur kiyib elang. Endi maktab kiyib borsiz. Rahmat tag'a. Sen billa opirib yo'lni ancha-muncha ko'rsatib qo'ygin. Parvarning nomerini deb bergin agar ezib qolgandek bo'lsa lozim bo'ldi, ha? Ma'qul da. Bismillah. Xo'sh tag'a. Xo'sh da. Xo'sh. Hech menda xapmadi. Qanday qilaman? Jasur, meni kechiring. Unday qilmay, shumon gap bo'lsin, qaytirib qo'ying bo'lamdi. Meni kechiring. Unday qilmay, shumon gap bo'lsin, qaytirib qo'ying bo'lamdi.
Aka. Keldim uka. Gözüm uyku gelip kaptı. Rana kirmadimi? Rana kiribdi kelay. Azroq pul bergandim, bozorga chiqib bir qur kiyim olib olsin deb. Kimligimni chiqibdi. Endi erta maktabga olib tizimlatib qo'yib kelaylik deyman. Voy, pek yaxshi o'ylabsan, aka. O'tgandan Qaysarni buyurmay, o'zing ochib qo'ygan bo'lsang, bugungidekmish avorchilikmi yo'q bo'ladi. Shuni degina. Alımka teştikma. Ha, İlyarcan. Kelan. Sokma kalaydı gen. Aka, ens men chiqaychimi? Ma'qul. Qachon kelgandingiz? Men hozir kirib turgandim. Kechiring, birdan uxlayman deb. Hozir soat 3:30 bo'lib ketdi u. Ichkariga chiqanchu? Men yig'indan hozir kirishim. Kechiring, direktor, kechiring. Kechiring, ikkinchi bunday qishni qat'iy qilmayman. Kechiring. Shunga pek etiyen kelolmay 8lar bilan kelsangiz bo'ldi. Nimish qilsiz bunda etiyen kelib yerga? Üstüge beni teslim kıldarsan sizge altın vermeydiğandı. Kıldarsanız ağır kalsız dikkat kılın. Buldu direktor, buldu, ben dikkat kılay. Ümit'ten gel. Evet de. İçildiğin dükkandan köyü var biz şunu tayaralım. Ha, buldu. Gelip gel. Dadamın keçti vakti olsa görüşük orlaştıran. Lider bilen bunu tam vakti bulamsınız. Tamak emez. Hizmet doğruluk görüşme. Ha, buldu. Çıkanlar muvaffak joydan birini o'rlashtiray. Mundaq sun'iy kulsangiz. Qarang qo'riqlaringizni. Pek yaxshi bo'ldi. Bu mendan kechirim so'rag'ini o'xshaydi. Ayol kishimi ishtachi huquqlar. Ayrıcampның qutisi o'zgardi. Yenisi teximi qaltis. İşçimlikning chempioni Ayrıcamp. Qalğaç markalı sopun paraşuki vətib erkin chiqirdi. Vay neminang? Kirnang. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Bu sho'xliqlar mendila. Bu go'zallik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarishig'i parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro So'lchek şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Jasurlikni ko'rdingizmi? Ishxonasi yo'qmikan? Ishxonasi yo'q ekan. Ha, tushdan burun ko'rgandim, tushdan keyin dam oldim ekan. Ammo siz uyning adresini bilamsiz. To'xtatdan qarab boqay. Kiyib ko'rib boqamsiz, bu sizga pek yarashadi. Ba'zi qancha bo'ldi? Avval kiyib yig'an ma'nosi kelishib olamiz. Ba'zisini bilib, ana kiyib boqay. Rost olmoqchi bo'lsangiz, bu kiyimni 780 ga berayim. Nimancha qimmat-da. Buning asli ba'zi 650.
Başqa azaraq kiyim yo'qmi? Yo'q canım. Men aytib boqay, rahmat dada. Maylan sen bilaysiz. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Qayoqqa olamtiniz? Kimga olatdingiz? Dadamga. Dadangizga qancha yil bo'ldi qayoqqa keldi? Bilmaydi ekanman. Bo'yi basti qancha atrofida? 1 metr 75 atrofida. 1 metr 75 atrofida bo'lsa, 41 nomerlik yoki 42 nomerlik oyoq kiysiz bo'lgandek. Qani postollarni ko'rib beqing, qaysi postdan dadangizga muvofiq qarab keldi. Ma'lum bo'lsin cho'nglar qanaq bo'ldi aka? Bu postdan cho'nglarga muvofiq keladi. Ustun qurum yumshoq, ostinki taglik yumshoq keladi. Shu muvofiq oyoq tanlabsiz. Kim bas qancha bo'ldi? Bas 360 so'm. 360 so'm. Bak qimmatga azoroq bering aka. Bo'pti, sizga 300 so'mga beray. 2 so'm bersangiz bo'lmamdi. 200 so'mga bag'ilmaydi bu oyoqni. Lekin qishimda 2 so'mlam qattiqga beraydi. Adamni qiynab qo'ydingiz. Bo'pti, dadangizga oladi ekansiz. Kuyimchan qizdek tursiz. Bo'pti, 200 so'mga beray. Rahmat. Dalkamiz almashtirsam bo'ldi-ku, ha? Bo'ladi, muvofiq kelmay qolsa, qolgan vaqtga kelib almashtirasangiz bo'ladi. Qashlab beray. Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Doktorxon boshqani izlab kelganmi? Sizni izlab kelgan. Nima? Keşoğun bir turibsiz-ku. Sizni saqlab turdim. Menimi? Ha? Mang. Bu nima? Bu oyoqni dadangizga men oldim deb bering. Nimishqa? Qarasam, tag'amning putidagi oyoq bekli ko'nirab ketibdi. Shung bu oyoqni setib oldim. Tag'amga siz bu oyoqni men oldim deb bering. Cho'qim xo'sh bo'lib ketdi. Yo'q. Bunda hisob qamlashmaydi. Yana o'zingiz bering. Shunda qamlashidi. Siz bering, ha? Bir xo'sh qiytgan tag'amni. Ra'no, ey, unda qilmayman. Ra'no. Bo'lmaydi. Ada. Ha, Kenjam keldingmi? Ha, chiqib damoq och to'g'indan sal turib chiqaman. Ada, bu yoqda. Nima shu bo'ldi? Bu yoqqa o'tiradi da. Ma ayağım ki bakadı da. Bana ayak aldın mı? Bayram emas da bala. Ya, ayağım bekli kontrak bitipti. Nerede? Bir omdalı tamamda. Bu kelgandim bana ayak alıp pulunu bozup nima qiladi? Vay cinim dada, akka gelken bir ki bakın hava. Doğru plan ekenden de. Oo, bu alamet.
toza qimmat oyoqda qiladi-ku bu. He? Anda? Bu yaxshi. Shunda dil keldi degina ama. Bu ham chiroyli oyoq ekan bu. Yumshoq. O'tganda men birini olmoqchi bo'lgan. Ang'ichi undan keldi bu oyoq. Dada. Ameliyatim menmi? Yaxshi xizmat qilib, senga yaqinroq tursam deyman. Lekin faqat xizmat qilmadim. Nima deydigansan ekan-ja? Rahmat. Men bilaman. Faqatlab kutgan yerimda chiqamadim. Oldin rost bayqaqish. Qara bola. O'g'il balığı degan fursat ko'p bo'ladi. Hozir bo'lmasa keyin bo'ladi. Ha tirishiyotsa, jafo tortishdan qo'rqmasaqlam, natija bizga yor bo'ladi. Unda oson umidsizlanib ketma, bo'lamdi? Ha? Oyoq. Yo, shunda yaxshi keldi bo'lam mana. Ham yumshoq, ham chiroyli, qimmat oyoqda bu. Ha. O'zimnikidek qara. Bak, rezmisini to'g'ri olsa degina. Hey. Sen bu charchab qolding balki. Chiqib damog'i ochdigan. Men sal turib aqlli chiqma. Andan bo'lishimiz bo'lamdi? Chiq. Mana, chiqishdi. Ha. Chanto, ha? To'xta. Mana oyoq oldim deb, menimda pulim bormi yo'qmi? Pul bor? Hey, yo'q. Rostda? To'xta. Dadamdan pul lazım olsa so'raymi, shu vaqt beramsa. Nima bo'ladi? Pulim bor dada. Sen qo'y. O'g'il bola degan yana pul qamisi bo'lmaydi. Bundan keyin pulni tugisi men pat-pat debdi, men unutib qoldi ekanman, juma bola. Ha? Baqul. Cesur. Mening gapim tuz. Gapni aytib o'tirmay. Ko'nglingiz aytib ketma. Yo'q, nima gap bo'lsa ayveraman. Men bugun Barna to'g'riliq paranglashaymikin deb kelgan. Bildim. Barnadan alsam, ikkinlar alifat xeyli uzun bo'ldi. Ha, 4 yildek bo'lib qoldi. Maktabga chaqirib yurgan to'q. Lekin men Barnaning doktorxona boshlig'ining qizi ekanligini faqat bilmaydim. Shu qaysi kuni sizlarning uyiga borgan chaqda bildim. Shundaqmi? Barna sizga demaganmi? Yo'q. Deb bakmagan. Undaq bo'lsa, qachonroq to'y qilishni o'ylashyapsizlar? Bizda to'y to'g'riliq maslahatlashmadik. Avval bir kasbda utuq qozongandan keyin, kasbda utuq qozongandan keyin Barna, nimishqa o'z uyining ahvolini sizga demidi? Buni o'ylab boqdingizmi? Chunki Barna ishqinglarning maskanmaydiganlarni allabur his qilgan. Cesur. Men gapni udil davray. Ko'nglingizga olma. Davram. Men sizlarning to'yinglarga qo'shilmayman. Siz Barnaga maskanmaysiz. İşkanlar başka dünyanın kişileri. Siz Barna'nı inqib birələysiz. Siz bizden degan yerimizden çıqalamsız. Addisi toyda 150 kvadrat metrlik uy alalamsız. Yo'q. Alamayman. Alamaysiz. Ondaqda çoğunlar bilan birga turmoqchimi? Qarang Cesur. Barna kichigidan tatib paqqa patatib baqmagan. O senin uyga künenmeydi. En yaxşısı, işkinler vaxtida münasiblan özünün yaxşı. Bu ikkilerine paydalık. Gapingizni tushundim. Cesur. Her qanday bir ana bo'g'ichi o'z qizining jafo tortishini, baxtsiz bo'lib qolishni hargiz xohlamaydi. Siz meni to'g'ri tushuning.
hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur to'g'risida aytganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur to'g'risida aytganchayi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Vətib erkin çıxırırsın. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tomoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Men shaxsan rol o'ynagan vaqtimda yuzimni kirimchiqqa, kiyimlarimning hammasini kiyimchiga topshirib beraman. Chunki men obraz uchun o'zimga mas'ul bo'lganim bilan u kirimchi yuzimizga girimga shu obraz bo'yicha talab qo'yib oladi. Kiyimchi uchimizga kiyimga obraz bo'yicha talab qo'ygan kun ular menga qaraganda texmi astoydil mukammal o'ylaydi. Shuningga ashundaq vaqtda ashuningda işte bir yer ketib qolgan yerga o'zimning diqqat qilmaganidan shundaq afsuslanaman. Yana birsiga har bir odam rol oladi. Rol o'ynagan vaqtlarimda rejissor İslamjon Varismush arqali shundaq rahmatimni bildirgim keldi. U bizning oldimizga aynak. İslamjon Varis har vaqt bizga qanday talab qo'ygan bo'lsa, obrazning eng mukammal, eng to'xtagan yeriga talab qo'ydi. Shuni o'rinlash uchun qanchalik jafo bo'lsa, bir ko'rinishni necha qitim, necha 10 qitim olgan yerlarimiz bor. Nimishga eng mukammal, eng yaxshisini tomoshabinga sunaydi. Bunun o'tirisiga jafoni hammamiz shu yerda xizmat qilayotgan har bir odam his qilamiz. Bizg'o artistlarimiz, biz yoshga cho'nkanmiz, bizni har sohadagi xizmatchilar, masalan, ash atrofda chiroqchi deyli, hammasi bizga hurmat bildirdi, bizni asraydi, so'g'oq bo'lsa issiqyaga akirib isindirdi. Lekin ularchi, ular eng so'g'oq, eng birinchi safda ishlaydi. Bugun yana shulardanmi shundaq bir hol so'rg'im keldi. Mushu rolni o'ynab shundaq bir esimda eng oxirgi bir maydon ko'rinishlarda akamning og'rib qolgan bir yerlarini ko'rgan bir ko'rinishim bor. Shu ko'rinish kirgan vaqtga hissiyotim hech qachon esimdan chiqmaydi. Manlarimiz mushu film qatnashgan har birisining esidan chiqmamlik deyman. U vaqt o'ynashnimi har bir odam o'ynay olishini atay. Abdullahning ko'zining chanoqlari qizirib ketgan. Mushu rolni qayta elishimiz kerak. Kino ishlab baqqanlarning har birisi biladi. O'tir ko'rinish, yaqin ko'rinish, cho'ng ko'rinish degandek mush ko'rinishlarning hammasiga o'xshash bir hissiyotda xuddi bir dayni kayniga yondirib qayta qo'yilgandek ashundaq chiqirib berishimiz kerak-da. Mushunda vaqt hissiyotni shundaq bo'lish kerak. Ash ko'rinishlarni at bo'lgan vaqtimizda Abdullahning bo'lsin, mening bo'lsin, har ikkimizning yuraklarimiz o'rnidan qo'zg'alib, qalblarimiz ko'kirib, hammadan shundaq ansiradi. Biz sağ salamet ötüp aldık. Mana bugünkü günlükte en külgen, en baxt duygusuna çömgen ruhi halatimizde şu cefalarımızı eslep oturupdumuz. Minnetdar bol ko'rgan har bir kuningdan, ranjishlar dilimdan topolmasin joy. Jilvigar gulning tikini birga, go'zaldur yuzida dog' bo'lsin ay. Jilvigar gulning tikini birga, go'zaldur yuzida dog' bo'lsin ay. Qismatlar
qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol